Sovuq tushishi bilan sizda ham xuddi shunday muammomi? Bu muammoga yechimlar maxsus влажный isitgichlar. Sovuq kunlarda nam salfetka chaqaloq tanasi uchun yoqimsiz holat. Nam salfetkalarni maxsus isitgichlar, ularning xususiyatlari va to'g'ri foydalanishni ko'rib chiqamiz. Birinchi modelimiz kichik o'lchamda, ikkinchi model esa katta o'lchamda. Har ikkala modeldan foydalanishdan oldin влажный plastik qismlarini olish kerak bo'ladi. Birinchi modelimizga влажный joylashtiramiz. Isitgichni yoqish uchun esa maxsus tugmasidan foydalanasiz. Maxsus tugmacha bilan esa siz chiroqlarni yoqishingiz mumkin. Keyingi modelimiz o'zini maxsus kabellari bilan birga chiqadi. Yoqish uchun esa albatta maxsus tugmachadan foydalanasiz. Gradus ko'tarish uchun esa bu tugma orqali bemalol uni 60 gradusgacha ko'tara olasiz. Birinchi modelimizda влажныйni ko'tarib turuvchi maxsus prujinalari bor. Ikkinchi modelimizda esa maxsus rezinalar orqali влажныйni qistirib qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi modelimizga 100 tagacha, ikkinchi modelimizga esa 120 tagacha влажный salfetkalar sig'adi. Har ikkala qurilmada salfetkalar 30 daqiqa ichida ishlatish me'yoriga yetadi. Avtomatik harorat nazorat tizimi bilan 24 soat davomida me'yorli issiqlikni ta'minlaydi. Endi esa ushbu влажный salfetkalardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Fogi do'koniga tashrif buyurib, ushbu влажный isitadiganlarni xarid qilishingiz mumkin. Narxlari esa video opisaniyasida. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.